Kardinal Buxoro viloyatida tug'ilgan. Asl ismi Azizbek. Sevimli ovqati osh. O'z kompyuterini jami 31 million so'mga terdirgan. Asosiy ishi Telegram kanallari bilan ishlash hisoblanadi. Kompyuterni ham aynan shu ishi orqali topgan puliga sotib olgan. Bir marta 30 mingtalik YouTube kanali strayk sababli o'chib ketgan va uni bir oydan so'ng yana qaytarib olgan. Kardinal birinchi sotib olgan kompyuterni hozirgacha saqlab keladi. Birinchi ishlatgan telefonini ham hozirgacha sotib yubormagan. Kardinal hozirda universitetda 2-kurs talabasi hisoblanadi. Kardinal 2002-yilda tug'ilgan. Oilada 4 kishi. O'zidan kichik singlisi ham bor. Kardinal otasi davlat ishchisi, onalari farmatsevt hisoblanadi. Millati o'zbek. Kardinal o'z uyida va ko'chada asosan tojik tilida gaplashadi. Kardinal PUBG'ni 13-sezondan boshlagan. Birinchi marta PUBG o'ynab ko'rgan va bu o'yin unga yoqmagan. Keyinchalik o'rtoqlari sabab yana bu o'yinni o'z telefoniga yuklab olgan. 3-4 oy PUBG o'ynaganidan so'ng strimerlarni kuzatishni boshlagan. PUBG'ga eng birinchi qilgan donati 100 ming so'm atrofida bo'lgan. Ushbu summaga u 660 UC hamda RP sotib olgan. Grand Mobile bu iOS va Androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib, unda siz har kim, masalan, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin. Video ustidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va Vigetta promokodini kiritib 30 ming rubl o'yin valyutasini, 7 kunlik VIP hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling. Grand Mobile'ni qo'llab-quvvatlash uchun Play Market yoki App Store'dan ularga 5 baho beramiz. Kardinal asosan Telegramda PUBG akkauntlari savdosi bilan shug'ullanadi. Hozirda Kardinal savdo kanalida 153 mingdan ortiq obunachilari mavjud. Kardinal PUBG kanalida esa 42 mingga yaqin obunachilari mavjud. Stream boshlashidan oldin YouTube'ni emas, TikTok akkauntini rivojlantirgan. TikTokda 100 ming obunachisi bor vaqtda streamini 600 kishi kuzatgan va shundan keyin YouTube kanal ochib, trafikni YouTube'ga olib o'tgan. Yarim yilda YouTube kanaliga 300 ming obunachi yig'gan. Kardinal fikricha, 8 soatlik streamdan ko'ra 8 minutlik video yaxshiroq. Kardinalning fishkasi open case'lar hisoblanadi. Kardinal O'zbekistonda birinchi bo'lib, aynan shu yo'nalishda boshlaganlardan biri hisoblanadi. Bo'lajak xotini hech kimdan kam bo'lmasligi va unga chiroyli hayot yaratib berishini istaydi. Kardinal 3 ta asosiy ishchilari bor. Bular UC admin, akkaunt savdo admini va reklama menejeri. 2022-yil YouTube kanali 90 ming dollarga sotishga rozi ekanligini aytgan. Kardinal fikricha, pul hal qilmagan narsani katta pul hal qiladi. Kardinal obunachilarini Kardinal oilasi deb ataydi. Kardinal UC Telegram kanaliga nakrutka obunachilar yig'ilgan. Buning sababi global qidiruv vaqtida kanal birinchilardan bo'lib chiqishi uchun. Kardinal PUBG haqida qo'shiq hamda klip suratga olish istagini bildirgan. Kardinal katta villada dengiz bilan o'ralgan sohilga yaqin joyda yashashni orzu qiladi. Kardinalning asosiy maqsadlari shunchaki yaxshi odam bo'lish va boy bo'lish hisoblanadi. Kardinal boyni bolasi emas. Hozirgacha erishgan barcha narsalariga o'z kuchi bilan erishgan. Sovchilikka borganida rad javobini eshitsa, bu uchun boshqa harakat qilmasligini ta'kidlaydi. Ikkinchi kanalni ochganida bir kunda 7 ming obunachi yig'gan. Kardinalning YouTube'da ikkita asosiy kanali bor: Kardinal PUBG va Kardinal. Kardinal PUBG YouTube kanalida hozirda 859 mingdan ortiq obunachilari mavjud. Eng ko'p ko'rilgan video 1,5 million prosmotrga ega. Eng birinchi video ushbu kanalda 2021-yil 18-mart kuni yuklangan. Har bir videosidan kamida 500 ta obunachi kanaliga qo'shiladi. Kardinal M24 hamda AVM'da juda yaxshi o'ynaydi. iPad orqali o'ynagan matchlarni shorts sifatida YouTube'ga yuklaydi. Eng ko'p ko'rilgan shorts videosi deyarli 6 million prosmotrga ega. Kardinal o'zini O'zbekistondagi nomer 1 content maker deb hisoblaydi. Kardinal eng birinchi streamini YouTube kanalida 2021-yil 4-fevral sanasida qilgan. Ushbu stream hozirga qadar jami 15 mingdan ortiq prosmotr yig'ishga erishgan. Kardinal PUBG kanalida bir dona playlist bor. Ushbu playlist nomi Open Case'lar va unga 50 tadan ortiq videolar joylangan. Birinchi 100 ming obunachi 2022-yil 2-yanvar kuni YouTube kanalida yig'ilgan. Kardinal PUBG YouTube kanali 2020-yil 14-avgust kuni ro'yxatdan o'tgan. Jami prosmotrlar soni 122 milliondan oshiq. Kardinalning YouTube'da ikkinchi kanali ham bor. Ushbu kanalda asosan kamroq video qo'yiladi. Kardinalning ikkinchi kanalida
mavzudagi videolar joy olgan. Kardinal PUBG YouTube kanalida 400 dan ortiq video bor. Kardinalning ikkinchi kanalida esa 73 ta video mavjud. Kardinalning ikkinchi kanalida jami 282 ming obunachisi mavjud. Birinchi 100 ming obunachini ushbu kanalda 2022 yil 21 sentyabr kuni yig'gan. Kardinalning PUBG ID'si ekraningizda. Kardinalning ikkinchi kanali 2022 yil 20 aprel sanasida ro'yxatdan o'tgan. Eng birinchi video ham ushbu kanalda aynan o'sha kuni joylangan. Ushbu kanalda eng ko'p ko'rilgan video jami 288 ming prosmotr yig'ishga erishgan. Ushbu videoda u oddiy kiyimda PUBG donaterlariga prank qilgan. Ushbu kanalda Kardinal asosan open case'lar tasvirlangan shortslar yuklab boradi. Eng ko'p prosmotr olgan shorts videosi 1,5 milliondan ortiq tomosha qilingan va ushbu video 2023 yil 12 fevral sanasida kanalga yuklangan. Kardinal o'z kanallarida PUBG bo'yicha lifehacklar ham yuklab boradi. Kardinalning ikkinchi kanalda playlistlari yo'q. Kardinal 2022 yilda akkauntini $6,800 sotgan. Aslida ushbu akkauntni $4,000 sotib olgan va $1,500 donat qilgan. Keyinchalik $6,800 sotadi va bu orqali Kardinal $1,200 foyda qilgan. Kardinal senator bilan konfliktlarga borgan. Kardinal Yakutsani juda hurmat qiladi. Aslanboy bilan birga bir xonada o'tirib stream qilishgan. Streamerlardan eng yaqin munosabati Balu bilan hisoblanadi. Bekor bilan ham ko'p marotaba hamkorliklar qilishgan. Kardinal 2022 yilda UC servisi pul aylanmasi 1 milliard so'mni tashkil etgan. Kardinal tradingga ham qiziqadi. Toshkentdan ko'ra Buxoroni afzal ko'radi. Toshkent chevasiga gapirishga harakat qiladi. Sababi 8 yildan buyon asosan Toshkent bilan ishlaydi. Kardinal qulaylik uchun juda katta rabochiy stoldan foydalanadi. Kardinal mashinniklar bilan doimo kurashib keladi. Uning nomidan savdo qilayotgan yoki faoliyat yuritayotganlarga qarshi. Kardinal streamlarida boshqa streamerlarga reydlar ham qilib turadi. Streamer Balu bilan ham shu orqali tanishishgan. Kardinal